Uydagilaringga olib kirsa kerakmi? Nima deysan hozir? Uyga bo'pti. Ketdim sen yengga olib beraman. Ketdi. Isming nima bo'pti? Sherzod? Sherdor? Ha. Nesini sinfsan? 5. Nima bizda Toshkentda ko'chada bolalar o'ynamaydi, bu yerda o'ynaydi. Unda bitta bolalar serikandan o'tdi. Telefonda ko'p o'tirasanmi? Ha? Yo'q. Ko'pincha ko'chalarga chiqib turadi, mollarga bo'ladi. Uyalib ketib qoldi. Yo'q, tipo olmayman deb. Bu uyga hozir kelganida bari urishadi-yu, uydagilar to'g'rimi? Hammamizda bo'lgani. Plastikka beraveramiz va hayotini saqlab qolamiz. Yordam kerak, yordam kerak. Ketib beraveramiz. Sen qolana sher boradi. Yuring. Men boraman. Buni nima beryapmiz bilasizlar? Ha? Nimaga? Chunki o'zi qilib qo'yamiz, yaxshilik qilyapti. Tuxum nimaga sindirib qo'ydi? Bilmam. Velida bundoq ushab ketganda singan. Assalomu alaykum. Mana sizga. Sindirib qo'ydi, yana bola. Ismi Imronbek. Imronbek sindirib qo'ydi, adashib. Urush berdingizmi to'g'risini ayting? Dadasi urishdimi? Yo'q, kerak edi. Mana bular ham zato shu nima shuning uchun tuxumni qanaqa olib borish kerak? Velida emas, to'g'rimi? Yo'q, navbatda. Yo'q, hammasi zo'r. Rahmat kattakon. Mayli, Ibronni urishmaylar lekin, bilmay qilib qo'ydi. 3 kishi men bilan borgan kim? Yaxshilik qilganlar 3 kishimizda. Malatsi, ketdi marojniy. Ketdimi? Ketdi. Qaranglar, u hamma bilan ketib qolmaydi unaqa. Samantdan esa to'g'rimi? Ha, bo'ldi. Aha. Точноmi? Хорошо, men qara mani yoshligimdagi eng zo'r marojniy boshqa edi. No, seni o'zingni orzuying bor, meni o'zimning orzuyim bor. Shuning uchun senga eng yoqadigani shu, ha? Давай, tanla ukan. Молодец. Bo'ldimi? Молодец. Bo'ldi. Endi boringlar-da, o'zingizlar to'ra boringlar desam, hazillashdim ketdik. Mana yaxshilik qilganiga nimadir sovg'a qilsangiz bo'ladi. Kichkina bo'lsa ham. Rahmat kattakon, mayli. Sog' bo'ling. Bizda bunaqa vaziyatda chetda qarab turmaslikni o'rgandi degan umiddaman. Salkam ibratli videochi bo'lib ketdimmi?